Do'stlar, Hindiston yong'og'i degan narsa bor. Bilasizlar, hamma biladi, o'sha mashhur gajey, keshu deyiladi. Hamma turidan olib kelib qo'ydim. Hurmatli obunachilar, ko'rsanglar bo'ladi. Arzonroq varianti desanglar, singanlar terib tashalgan, narxi 130 ming so'm. Bundan tashqari butun, lekin maydaroq 150 ming so'm. Sal yirirog'i butun 180 ming so'm. En yirigi do'stlar, en yirigi ko'pchilikda yo'q bu. Menda bor, Chaq Uzda bor, bo'ladi bu. 160 degan markaligi, ko'rsanglar bo'ladi. Hamdan ko'rsatib yuboring operator, mana bu yonidan ko'rsating. Bironta sinig'i yo'q, terib tashalgan. Eng zo'rlaridan bittasi. Bulardan tashqari do'stlar, hali ko'pchilik bilmaydi, nima ekan bu, shikolatmi deb o'ylaydi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Haqiqiy gajey mana shunaqa bo'ladi. Bu haqiqiy gajey deganda ustida po'choqlari bilan hali hech qanaqa ishlov qilinmagan gajey mana shu bo'ladi. Buni ham mazasi o'ziga yarasha o'zgacha bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, yetkazib berish xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar. Nomerlarni bilasizlar. Rahmat.